Endi soliq to'lovchilar shaxsiy kabinetni yanada ko'proq e'tibor bilan qarashlari talab etiladi. Soliq kodeksiga yangi o'zgartirishlar kiritildi va yangi o'zgartirishlarga asosan soliq organi tomonidan qarzdorliklar debitorga qaratilishi mumkin. Agar soliq qarzi mavjud korxona sizni debitor sifatida ko'rsatadigan bo'lsa, soliq organi sizni shaxsiy kabinetingizga 3 kun ichida xabarnoma yuboradi va 10 kun ichida javob bermagan taqdiringizda sizni hisob raqamingizdan inkassa topshiriqnomasi asosida pul undirishga haqli. Bundan tashqari, debitorlar to'g'risida korxona ma'lumot taqdim etmagan taqdirda ham soliq organlari mustaqil ravishda o'zida mavjud ma'lumotlar, tashqi manba ma'lumotlari asosida hamda tekshiruvlarda aniqlangan debitorlar asosida mustaqil ravishda boshqa tashkilotlardan undirilishi mumkin. Shu sababli shaxsiy kabinetingizga kelayotgan xatlarga o'z vaqtida va asoslangan javoblar berilishini ta'minlashga harakat qiling. Soliq yengilliklaridan xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.